Assalomu alaykum do'stlar, barchaga nasib bo'lsa Damas avtomobilimizning motor qismini polni yig'ib bo'ldik. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Ko'rib turganingizdek, hamma narsasini chiroyli qilib, akkuratlik qilib yig'ganmiz. Ishlari qanday idealdan chotki qoladi turibdi. Bu avtomobilimiz polni motor bo'ldi. Avtomobilimiz nasib bo'lsa tirish jarayoni polni bitdi. Faqat buni qo'yish bo'ldi, kerak bo'ldi, nasib bo'lsa avtomobilga. Kimga bizni shunday xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilaveringlar. Ishlaringizni shunday sifatli qilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz nasib bo'lsa. Bizlarga birin-ketin hammasini ko'rsatib ketamiz.